Assalomu alaykum barchaga. Bu darsimizda yana bir detalni chizib ko'rsataman. Bu safar shu 3D ko'rinishi, shu 3D ko'rinishini uchala tomonda gorizontal, frontal, profil ko'rinishlarini chizish kerak. Izometriyasi berilgan. 3D ko'rinishini chizib ko'rsataman. Sizga yana chertyosh kerak bo'ladi. Ouch list. Kerakli bo'lgan nuqtani tanlab belgilab olamiz. Xo'sh. Birinchi boshlaydigan tomonimiz frontal ko'rinish, ya'ni bu yoqdan qaraganda ko'rinishi. Bu yoqdan qaraganda ko'rinishini chizamiz. Keyingisi gorizontal, tepadan qaraganda ko'rinishi. So'nggi ko'rinishi frontal, ya'ni bu tomondan qaraganda ko'rinishi. Hozir bu yoqni chizamiz. Buni chizishimiz uchun bizga mana shu gabarit kerak bo'ladi, ya'ni yuzga, bu eniga 100 ekan, mana ko'rinib turibdi. Balandligi 80. 100 ga 80 bo'lgan to'rtburchak chizib olamiz. Minus 100 navrot 80 ga 100 ni shundaymi? 100 pastga 80. 100 ga 80 bo'ldi mana. Chizig'ini asosiy chiziq qilib olamiz ekan. Bu chiziqlarning 12 ekan qalinligi, bunaqasiga, mana uni qalinligi 12 tashlaymiz. 12. Bu tomondan ham bo'ligi uchun bu tomondan 12 tashlaymiz. Endi buni balandligi esa 24 ekan bu qismidan. Mana 24. Mana shu chiziqlarni chizib olamiz. Bu yerda ham mana bu qismini balandligi mana 20 ekan, tepadan 20 pastga tushgan ekan. 20. Yordamchi chiziqlar orqali kerakli o'zimizga bo'lgan chiziqlarni chiqarib olamizda. Xo'sh, endi shu qismini hamda shu qismini chizib olamiz. Mana bu qismi chiqdi. Bu qismi ham chiqdi mana. Endi bu yoqda ham xuddi shu qismlarni chiqaramiz. Endi buni yordam chiziqlari endi kerak bo'lmaydi, tushib tashlamiz. E'tibor bergan bo'lsalar, bu yerda katta teshik bor ekan mana. Bu 44 ekan. Buni chekkalaridan qancha masofadaligi berilmagan. Buni shuni anglatadiki, bu narsa, demak, u markazidan 22 masofada joylashgan, ya'ni uzunligi, umumiy uzunligi 44. Balandligi 20. Tepadan 12 pastda joylashgan. Tepadan 12 pastda joylashgan. Umumiy balandligi esa 20. Xo'sh, umumiy uzunligi 100 bo'lsa, demak, yarmi 50 bo'ladi. Demak, shundan bu yoqqa 22, bu yoqqa 22. Shunda mana 44 umumiy hosil bo'lyapti. Demak, shu joyda mana shu teshigimiz bor. Boshqa chiziqlar olib tashladi, o'rtasidagi chiziq qolaveradi. 50. E'tibor bergan bo'lsalar, bu yerda yarim aylana bor ekan, yarim aylana shaklida ko'tarilgan. Xo'sh, katta radiusi mana 30 ekan, kichkina radiusi 18. Bu yoqdan bunday qaralsa, mana ikkala chiziq ko'rinadi, tepasi tutashgan holatda ko'rinadi. Bu yoqdan olib qaralsa, ya'ni bu holatda 30, radius 18 kengisi.
Balandligi esa bu yerda berilgan 46 ekan. 46. Bu ustuncha mana bu tomoni. Bu ustuncha esa bu tomoni. To'g'ridan qaraganda bu yoy mana to'g'ri chiziq holatda ko'rinadi, tutashgan holatda. Bu esa mana. Xo'sh, e'tibor bergan bo'lsalar, bu joyi tutashgan ekan, mana ichi to'la holat ekan. Bu chizig'i yo'q ekan pastdagi. Demak, bu chizig'ini tutashtirib kerakli chizig'ini olib tashlaymiz. Xo'sh, o'q chizig'i markazdan o'q chizig'i o'tgan bo'ladi. Buni boshqa chizish kerak edi. Xo'sh. Mana tayyor. Frontal ko'rinishi mana. Bu tomondan qaralganda xuddi shu manzara hosil bo'ladi. Mana. Endi tepa tomondan qaraganda ko'rinishini chizamiz. Bunda asosiy bu qismi ko'rinadi, bu holat shakl ko'rinadi. Bu joy ko'rinadi. Hamda bu aylana ko'rinadi. Bu teshik esa bu yerda teshik chuqur borligini bildirish uchun bu teshikning o'rni yordamchi, ya'ni shtrix uzuq chiziqda ko'rsatib qo'yiladi. Xo'sh, boshlaymiz chizishni. Pastki gorizontal qismini markazini o'tkazamiz. Bu yerdan mana bu qismi 12 ekan. 12 uzunlikda ketadi. 12 o'sh uzunligi esa 20. 20 qo'yamiz yana. Qalinligi 12 edi bu yog'ini. Mana bu yoqdan buni o'zini ustiga chizib qo'ysak ham bo'ladi. Bunday kelganda nima ketgan mana. Shu holatda. Endi 45 bu yoqasiga 45 umumiy o'sgan ekan. Pastga yana 45 tushadi. Endi buni avtoliniya orqali chizib qo'ysak ham bo'ladi. Umumiy tutashtirib. O'q chizig'iga ketib qolibdi mana. To'g'rilab qo'yamiz. Bu joyida chiziqlari bunisi yo'q ekan. Bu joyda bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar mana bu joy ko'rinadi, faqat bu joy ko'rinadi mana. Bu chiziq bitta o'qda bo'lgan hisobiga bitta o'q ko'rinadi shu joyda. Ortiqcha yordam chiziqlarni olib tashlaymiz. Markaziy chiziq turib turadi. Joyni ham tutashtirib turamiz hozircha. Endi bu aylana. Aylana tepadan ko'rinishi yoyni. Radiusga qo'yamizda 30 edi kattasi, 18 edi kichkinasi. Ortiqcha chiziqlarni olib tashlaymiz. Bu ham bo'lmaydi. Natijada mana yo'l hosil bo'ldi. O'q chizig'ini davom ettirib qo'yamiz. Xo'sh, endi bu teshik bor edi mana bu yerda. Bu shtrix chizig'i bilan bu shu joyda ekanligini ko'rsatib qo'yamiz. Natijada tepadan qaraganda xuddi shunday ko'rinish hosil bo'ladi. Yana yordamchi chiziqlarni olib tashlasak bo'laveradi. Mana. Frontal ko'rinishi hamda gorizontal ko'rinish hosil bo'ldi. Endi
yon tomondan bu tomondan qaragandagi, ya'ni bu yoqdan qaraganda ko'rinishini chizamiz. Bu xuddi shuni shu bilan bir xil tekisida yotishi kerak. Bu yog'i qancha masofa bo'lishi shart emas. Yoki bu qancha masofada bo'lsa, shuncha masofada bo'lishi kerak. Buni masofasini o'zgartiraylik mana. 35 edi ekan, 40 qilaylik. Bir xil o'qda bo'ladi. Mana. Markazi bir xil o'qda yotibdi, 40 pastda. Demak, bu tomoni ham bundan 40 uzoqlikda bo'ladi mana. O'zi bo'yi kelib chiqib qoldi mana. Eni esa bu eni bo'ladi. Bunda qaraganda bu eni ko'rinadi mana 45. 45 ko'rindi mana. 20 bu tomoni mana bu tomoni bunday shakllar holatda ko'rinadi. 24 tepaga chiqqan ekan, keyin bunday ketgan ekan mana. 20 bilan tutashgan. Demak, bu yoqqa 20 tashlaymiz. Tepaga 24 tashlaymiz. Pastga yana 20 tushyapti bu yoqdan. Avtoliniya bilan asosiy chiziqlarda tutashtirib qo'yamiz. Natijada e'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi shu yuza hosil bo'ldi. Endi ba'zi bir qismlari ko'rinadi bunda. Endi bu yoqdan qaraganlaringda mana bu joyi egilgani hisobiga mana. Egilgani hisobiga bu aylananing bir qismi ko'rinib turadi. Hamda bu teshikda xuddi shu kabi shtrix chiziq qilib ko'rsatib qo'yish kerak bitta borligini. Ya'ni xuddi shunday. Bu qalinligi qancha edi? 12 edi. Demak, 12 bu yoqqa yuradi. Bitta liniyada shtrix chiziqda davom ettirib qo'ysak bo'laveradi. Bu yerda xuddi shunday kemtik joyi borligini bildirib turadi. Endi bizga bu aylanani izi ko'rinishi kerak. Bu teshigida ichida qolib ketsa, xuddi shunday shtrix chiziq bilan teshik borligini bildirib qo'yish kerak. 46 balandligida 30 hamda 18 ketyapti radiuslari. Pastdan 46 tepaga ko'tariladi. Bundan 18 ichkisi, 30 tashqisi bo'ladi. 30 aylana bu yerda mana shunday qoplagan, to'g'rimi? Shuning uchun 30 aylana bunga chiqqan. Bu yoqda endi ichki ko'rinmaydi-yu, lekin shunday davom etgan bo'ladi. Shu holatda ko'rinib turadi aylananing bir qismi. Endi shtrix chiziqda aylananing ichidagi teshikni bunday ko'rsatib qo'yish kerak. Mana. Bu odamga qaraganlaringda mana bu yuza ko'rinadi. Mana bu yuza ko'rinyapti. Aylananing shu bir qismi ko'rinadi xolos. Mana bir qismi ko'rinyapti. Qo'ygani ichida endi kesim berilganda ko'rinadi. O'rtasidan kesganda ko'rinishi mumkin, lekin hozir kesilgani yo'q. To'sib turibdi. Endi bu xuddi mana kesim berilgan joyi mana shu yerda teshik bor, kemtik joyi bor degan ma'noni anglatadi. 3 ta ko'rinish hosil bo'ldi. Profil, frontal mana frontal oldidan, gorizontal qaraganda, mana tepadan qaraganda hamda profil ko'rinishlari. Endi o'lchamga kelsak, o'lcham qo'yish ham o'ziga yarasha bir mas'uliyati bor. Ya'ni bunda hamma o'lcham o'ziga qo'yilgan. Bunda shunday qo'yilishi kerakki, o'lchamlar qo'yilgan o'lcham takrorlanmasligi hamda bittasiga qo'yilib qolmasligi hamma o'lcham. Teng taqsimlanishi,
kerak. Birinchisi mana teshikka o'lcham qo'yamiz mana. 44 ga 20 ekan, tepadan 12 ekan. Buni o'ziga qo'yamiz. 44 ga mana 20, tepadan 12. Buni sal uzoqroq qilamiz mana. O'lchamlar o'ta kichkinaligi ichida qisilib qolyapti. O'lchamlar razmeri o'zi o'sha doimiy holatda bo'ladi. Masalan, chizma kattaroq bo'lsa, ichida bemalol joylashadi. Bu chizma hajmlari, o'lchamlari sal kichikroq. Endi umumiy masofani pastga qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Tepada bo'lishi shart emas. Bu tomoniga qo'ysak bo'laveradi mana. Keyingisi balandligini bunga bersak bo'ladi mana. Balandligi ketdi. Bu masofasi bu joyda bo'lsa bo'laveradi mana. Endi aylanani diametrlari. Endi aylanaga bu joyiga razmer bersak bo'ladi mana. 18 ga 30 mana. Aylanani diametrlari ketdi. Markazda bo'lgani hisobiga bitta mo'lkacha masofani tanlash shart emas. Bu yarmi bo'lib qolaveradi. Endi bu hamda bu balandliklarini bu tomoniga bersak bo'laveradi. Yo'qqa shuni bu tomonga bersak ma'qulroq bo'ladi. Qayer qolyapti? Buni qalinligi qolyapti. Buni o'ziga beramiz bu tomoniga mana. Xo'sh, yana qayer qolyapti? Buni balandligi berildi. Bu tomoni qolyapti ekan mana. Bu yog'i 20 mana. 46 umumiy balandlik 24. Bu radius o'lchamlar, bu o'lchamlar qo'yildi. 20, 80 qo'yildi. 45 qo'yilmoqda mana. Buni bu yoqqa qo'yamiz. 12 qo'yilmoqda mana. Qo'yildi bu ham. Deyarli barchasi qo'yildi. Mana. Hammasiga deyarli teng taqsimlandi. Shu holatda qo'yiladi o'lchamlar. Qo'lda chizilayotganda doim bu tomoniga qo'yilgan o'lchamlarda tepasiga gorizontal bu tomoniga tushgan, vertikal tushgan o'lchamlar esa chap tomoniga o'lcham yoziladi. Masalan, bunisini chap tomoniga, bunisini o'ng tomoniga yozib ketilmaydi. Shunda qanday tartibda qo'yilgan bo'lsa, shunday tartibda qo'yiladi. Buni o'zgartirib pastga olib tushib qo'ysak ham bo'ladi mana. Masalan, shunday qilib bir-biriga xalal bermagan holatda turadi. Uchala ko'rinishi chiqdi mana. Keyingisida 3D ko'rinishini chizib ko'rsataman. 3D ko'rinishini chizganda 2D ko'rinishini chiqarib olish osonroq. Masalan, 3D ko'rinishini chizib, 3D ko'rinishi orqali shu holatdan chiqarish ancha oson bo'ladi. Hozir bitta chiziqlarni chizib chiqdik. Shunday 3D ni bu yoqqa tashlaganimizda shu holatda chiqib qoladi. Lekin 2D dan 3D ga o'tkazib olish ish oladi. Bir-biriga qarama-qarshidagi gap. Keyingi darsda ko'rsatib o'taman. Bugunga shu.